Bu videodan keyin onam meni aniq uyga kirgazmaydi. Sababi onajonim kilosini 100 mingdan sotadigan chuchvara retseptlarini masligi teppa-tekinga beraman. Ogohlantiraman, bu oddiy chuchvara emas. Eng avval ishimizni ikkita tuxum va tuzli suvga qattiqqina xamir qorishdan boshlaymiz. Qorilgan xamirimizni ustidan yopib tindirish uchun olib qo'yamiz. Endi piyozlarimizni Albinos kompaniyasidan xarid qilgan sifatli pichoq naborlarimizni mayda qilib, o'rta darajada mayda qilib to'g'rab olamiz. Yog' solingan skоворodkamizga to'g'ralgan piyozlarimizni solib, tillarang bo'lgunigacha qovuramiz. O'shanda chuchvaralarning ichidan girtillab piyozlari chiqib qolmaydi va chuchvaraga nilida ustidan piyoz hidi kelmaydi. Qovurib sovitilgan piyozimizni qiymani ustiga solamiz, ustidan keshnich to'g'rab solamiz va turli xil ziravorlarni solib yaxshilab aralashtiramiz. Aytgancha to'liqroq ma'lumotni opisiyaga yozib qo'yaman, albatta o'qib chiqing. Qilgan xamirlarimizni teng 2 zuvalaga bo'lamiz va o'rta yupqalikda yoyib, xuddi videoda ko'rsatilgandek kesib olamiz. Katta kichikligi esa xohishingizga qarab. Videoda ko'rsatilgan bu chuchvara tugilish usuli juda ham oson, kichkina bolalar ham tuga oladi. Ammo bizning tugilaga oddiy qilib tugilgani yoqadi. Barcha chuchvaralarimizni tugab borayotgan sabrimizni qo'shib tugib olamiz. Tugilgan chuchvaralarni bemalol morozilkada saqlasanglar bo'ladi. Eng asosiy ishi bitta, endi buni pishirish qoldi. Kastrulkamizga suv, tuz va albatta rolton pripravasidan solib, qaynab turgan suvimizga chuchvaralarni solib, qiymalari pishgunigacha qaynatamiz. Qaynoqqina chuchvaralarimiz ustiga bulyonlardan quyib, qaymoq, zelen va albatta murch sepib dasturxonga tortamiz. Resept manfaatli bo'lgan bo'lsa, bittagina like bosib qo'ying. Albatta tayyorlab ko'ring. Yoqimli ishtaha.